dislokatsiya qildingmi? Hozir nimada yashiqdan bo'shatgan bitta rivojlangan uni nimaga ozitamiz? Surmag'onga. Oltin vodiydan qaysidan bo'shasa o'shani olib borib, ana o'rmon xo'jaligi ichidagi keyin farhodga solamiz. Qo'g'aydagini bersan bir vaqt. Tushirgan mayni. Sen qo'g'ay maytga bo'l berganim bo'yicha ishladi. Sen bir vaqt akmal keladi. Chorvalar yeri bo'yicha. Kombaynni olib, holatiga qarab yaqinroq kombaynni urib o'tga tayyorlaydi. Dengash Karimova. Assalomu alaykum, Dilshodbek Abdullayev. Alaykum. O'tirib hisob kitob qilinglarda mana nimadan bo'lganini to'g'ri agrofreshdan naqd pul to'laydigani, resursdan to'laydigani hisob kitobini chiqaraydi. Birga ishlaymiz shu bo'yicha. Avvalo. Davron. Assalomu alaykum Dilshod Abdullayev. Ishlayapsizlarmi? Ishlayapmiz. Hech bir ma'lumotlardan beruvdik, bugun ham o'zgarish qilamiz. Hech qancha o'zgarish bo'lmayapti-ku. Hech qancha unaqa o'zgarish bo'lmayapti. Nima qilyapsan kech-kech masalan, onasini ozod qilib qo'ydim. Tagida punkt turibdi, 3 ta punkt turadi. Adelaydani bittadan yozib bo'lgan emas. Yo'q, tushlik bo'lib turganmiz. Qani o'zgarish? 3 kundan urushadiysan. Siz kombaynniki tushmasligi mumkin ekan. Qolgan hammaniki tushadi deyapsizlar. Ishoga shunaqami? Bitta mana uniki tushmas ekan, holat so'zi, remont aniqmas ekan. Netiki. Vatan parvar ekan. Buning uchun hammangiz dislokatsiya bo'yicha ishlab hozir. Obyektlarni bir marta gaplashamiz. Tondan joy qo'yib beraman. Mana hamma kombayn ishga chiqibdi.